Xotin? Dinosh? Tinchlikmi adasi? Ha, shu yerdanmi? Ko'chaga chiqqaning yo'qmi? Uxlab ketuvdingiz-ku. Bilasan, men havodan ham rashk qilaman seni. Ko'zim oldida yurgan. Men bugun senga. Dinosh, xotin! Tinchlikmi? Shu yerdanmisan? Nima uchun rashk urasiz? Men seni hammadan rashk qilaman. Pashyadan ham, changdan ham, tushundingmi? Shuning uchun ko'zim oldida o'tir. Dinosh, xotin! Oyi, nima uchun rashk urasiz? Shu yerda men hech qayerga ketganim yo'q. Men seni tushlarimdan ham rashk chiqaman. Bugun uxlamasam kerak. Dinosh, xotin, qaytasan? Ha, shu yerdaman. Nima yana? Bilasan-ku, men seni rashk qilaman hamma narsadan. Yo'q, boshqa xonaga kirib chiqaylik. Men nima qilaman o'tda? Sen kim bilan qolmoqsan bu yerda o'zing? Xotin! Dilosh! U oshxonadaman. Ronaldo bilan idish yuvyapmiz. Assalomu alaykum qadrli Ronaldo bilan idish yuvyapmiz. Mana Ronaldo qayerda? derbi uchrashuvi guvohiga aylanamiz. Lekin negadir maydonda Cristiano Ronaldo ko'rinmayapti. Endi xotin! Rashk qilasanmi, qizg'onasanmi,